Xitoyning Google şirketidan qilgan bir qancha talablari oshkorlandi. Xitoy 23 qitim Google şirketidan Xitoyning bexatarligiga aloqador 639 xil mazmunni tor bo'shliqidan o'chirib o'tishni talab qilganligi. Google Xitoyning qisman talablarini qondirganligi. Xitoy o'chirib o'tishni talab qilgan mazmunlar ichida Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga aloqador 40 turlik mazmun bor ekanligini oshkorlagan. Xitoyning tig'liq asboblarga kimlik nomer besish qilmishi diqqat qo'zg'adi. Xitoy Sharqiy Turkistonda bu yil 7-oydan boshlab cho'ng tig'liq asboblarga ikkilik kod besish siyosatini yurgizgan edi. Yaqinda Xitoy yana Sharqiy Turkistonliklar ishlatayotgan cho'ng kichik tig'liq asboblarining hammasiga ikkilik kod kimlik nomer besishga majburlaganligi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan. Sobiq prezident Ali Abdullah Salih o'ldirildi. Yamanda hokimiyatni olqiniga kirgizib olgan Husiylar Yamanning sobiq rahbari Ali Abdullah Salihni o'ldirgan. Eron xabar agentligi Tasnim Salihning qechishga urinayotgan paytda Husiylar tarafidan o'ldirilganligini ilgari surgan. Saudiya aeroplanlari Yamanni bombardimon qildi. Yamanning poytaxti San'ada Saudiya Arabiston boshchiligidagi ittifoqdosh qismlarga tava kurashchi aeroplanlar San'aning At-Tahir mahallasidagi prezidentlik saroyi va Shia Husiylarga tava nurg'un o'rinni bombardimon qilgan. Erdo'g'an Quddus haqida bayonot e'lon qildi. Erdo'g'an Amerika prezidenti Trampning "Men Quddusni Isroiliyaning poytaxti deb e'tirof qilaman" deganligiga doir xabarlardan qattiq azoblanganligini ta'kidlab, "Hurmatli Tramp, Quddus musulmonlarning qizil chiziqi" degan. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Eğer böyle bir adım atılacak olursa hemen 5-10 gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesini İstanbul'da toplayacağız. Zira sıradan bir olay değil bu olay. Türkiye'nin Arakan musulmonlarga qilayotgan yordamlari davomlashmoqda. Bermidagi qatlamdan qechib Bangladeshda panohlanayotgan Arakanlik musulmonlarga qarata Türkiye'nin yordam faoliyatlarining muhim bir qismini Türkiye Diniy ishlar fondi jamiyati o'z ustiga olgan bo'lib, bugunga qadar 150 ming kishiga yemak-ichmak, kiyim-kechak, quduq qazib berish va masjid yasab berish qatorliq mulozimatlarni qilgan.